Hammamizga kamida shunaqa remontlar nasib etsin. Navbatdagi obyektimiz birgalikda ko'ramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, navbatdagi obyektimiz topshiriq Xudo xohlasa. Bu ham a'lo darajada juda ham sifatli. Oxirgi merajovka ishlari qolgan. Zalimiz qanchalik chiroyli bo'lgan. TV zonalar qanchalik sifatli bo'lgan. Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Oxirgi trendda nima bo'lsa-ga hammasi shu xonadonimizda mavjud. Mebellar, stol, stul, lustra, magnitli relslar hammasi juda ham a'lo darajada, juda ham sifatli bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa-ga, kimga murojaat qilishni bilasizlar. Bizning kuzatishda davom etinglar. Bundan zo'rlari nasib bo'lsa oldinda. Hammaga rahmat.